Hammaga go'zaymiz. Sizlar bilan birgalikda Mister Big kanali va bugungi videorolikda sizlar bilan bugun ikkita pak ochamiz, ya'ni ikkita event pakini ochamiz. Bittasi Songkran Splash Draft va ikkinchisi Chempionlar Ligasi drafti. Va o'ylaymanki, video sizlarga yoqadi. Agar video yoqsa, like va podpiskani bosib qo'yinglar. Xo'sh, bo'lmasa men Open Pakda boshladim. Tak, keyin ko'ramiz. 30taga 10 olaman. Hech o'ylanmasdan. Xo'sh, endi 17 ta qoldi va shu 17 taga men buni olishga qaror qildim. 5 taga yetar ekan. Mayli, 5 taning ichida tushib qolsa, juda ham zo'r bo'lar edi. Kecha o'zi ham almazdi. Yig'dim. Xo'sh, endi birinchi o'rinda kelgan o'yinchilarni sizlar bilan obzor qilib ko'ramiz. Xo'sh, bu yerda ko'rib turganlaringizdek Gareth Bale juda ham kartasi zo'r va juda skorsi ham baland, driblingi ham cho'tki va buni hattoki RM-ga ham, ya'ni yarim himoyaga ham qo'yib o'ynatsanglar bo'ladi. Statistikasiga kelsak, cho'tki, даже fizikasi 120, 186 bo'y va bu ancha-muncha g'o'dali o'yinchi. Buni hech kim yoqtirmagan, driblingi ham zo'r chiqadi. Endi keyingi o'yinchimiz Dominik Szoboszlai. Shuni ismini aytishga sal qiynalaman. Xo'sh, bu o'yinchimizda kartasi 117 bo'lib kelibdi va ajoyib. Va bu yerda statistikasini ko'rsak, statistikasi zo'r. Driblingga kelsak, dribling unchalik yaxshi emas. Tezligi ham o'rtacha, passing dahshat, shotting ya'ni zarba zo'r. Himoya va fizikasi polimerniy. Xo'sh, buni bundoq qilsak, даже kam. Bitta obunachimiz yozibdi, sam emas, kam deb o'qing deb. Xo'p, bo'ladi. Kamga ham to'g'ri kelar ekan, juda ham yaxshi. Bo'yi 186, 74 kilo ekan. Ajoyib. Va keyingi o'yinchimiz bu yerda Eberich Eze. Ancha angliyaliklar chini x deb o'qimasa kerak, nemislarga o'xshab. Xo'sh, bu kamdagi o'yinchimizni driblingi o'ta gap bo'lishi mumkin emas. Cho'tki va tezligi ham zo'r, zarbasi ham o'ta cho'tki, passing juda zo'r va fiziki bilan himoya har doimgidek va buni LVga ham qo'ysanglar bo'ladi. Kurtuva eng glavnisi Kurtuva kelgan. Bo'yi 200 metr, bilasizlar, 200 santimetr va refleks 148. Bu juda dahshat. Xo'sh, qani kelinglar, bo'lmasa qolgan o'yinchilar unchalik qiziq emas, o'zingizlar ko'rib olasizlar. Ani 10 talikni ochaman. Bismillah. Zo'r o'yinchi berdi. Qani, let's go. Xo'sh, kim ekan bu? Ispaniya. Yana kim ekan bu? Alex Beyna. Buni LVga ham qo'ysanglar bo'ladi. Lekin men bu o'yinchini kutmagan edim, to'g'risini aytsam. Mayli, nima deyman boshqa. Xo'sh, endi bu kartamiz, ya'ni draft eventimizga kelsak, bu yerda mana Bruno Fernandes anchadan beri kartasi qo'shilmagan edi. Adashmasam 4 oy yoki 5 oy oldin qo'shiluvdi. Mana ko'rib turganlaringdek, statistikasi bomba, dribling va passing o'ta ajoyib va bu yerda tezligi ham o'rtacha yoshiga nisbatan. Xo'sh, bu kamga ham to'g'ri kelar ekan, bu juda ajoyib. Xo'sh, keyingi o'yinchimiz Vidichga kelsak, bo'y просто 190, dahshat, golda вообще defending va fizikasi gap yo'q. Maldini bilan buni statistikasi почти bir xil bo'lsa kerak, yana bilmadim. Xo'sh, defending zo'r va Forlan. Forlan bu menda bor edi bir zamonlar va buni menga berib olganman. Juda zo'r striker bo'lsa ham bu striker. Hujumga ham ketaveradi, dribling o'ta ajoyib. Passing, shooting uncha-muncha driblingchi, ya'ni chap qanot wingerlar
unchalik ham qilolmaydigan dribling. Xo'sh, lekin bu yerda kim bor? Muetemi, короче, tailandlik. Tailandlik ham qo'shilib qoldi bu yerga, hayronman. Anime bashara qilib qo'yishibdi, mayli. Xo'sh, what the heck? RVST LVga ketaverar ekan bu вообще xuddi Gareth Bellni bir seriya LB kartasi kelganda, xuddi o'shanga o'xshar ekan bu yog'i. Bu yog'ini unchalik tanimayman va bu yoqdagilar Cheza kelibdi. Mana ko'rib turganingizdek dribling zo'r, boshqa balobatlari ham chotki. Gap bo'lishi mumkin emas. Va menimcha bo'ldi shekil. Mayli, bo'ldi. Qani, ochib ko'ramiz, omadimizni sinab ko'ramiz. Birinchi o'ntalik hech kim bermadi. Ikkinchi o'ntaligimiz buni ham hech kim bermadi. Va uchinchi o'ntaligimiz yurdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Angliya, center back, Bayern. Tak. Bo'ladi. Lekin menga kerak emas, to'g'risi. 114mi, 115mi? Bir men bu Vidichdimi yoki bir forlardami beraversa yaxshi bo'lardi. Oxirgi shans. Va kutilgandek hech kim bermadi. Bundan bittalik ko'rsam ham bo'lar edi. Mayli, hech yo'q. Va hozir bitta ko'rib olishim kerak. Kim berdi menga? Tak, men buni berdi. Yaxshi. Buni nima qilaman? Hozir birinchi o'rinda bularni ikkinchi shans degan narsaga berib yuboraman. Xo'sh, hozirchalik 10 taga ketar ekan. Mayli 10 taga bo'lsa 10 taga, chunki baribir kerak emas menga bular. 50 ta bo'ldi. Yana ozroq yoqsam. Bu yerda ko'rib turganingizdek mana shuncha o'yinchi ko'payib ketdi. Va nima qilsam ekan? Menga bersam ekan yoki mana bu yerdan mana ko'rib turgan eventdan sizlar bemalol masalan olsanglar bo'ladi. Bu yerda 115 mana ko'rib turganingizdek Cheza bor va hokazo o'yinchilar. Va meni umidim hozir o'zgarmabdi bu pak. Endi ikkinchisi bo'lsa kerak. Mana shu Belni kutgan edim, shuncha yig'dim va shuncha ochdim. Mayli, boshqa safar, chunki menga 117 berib qo'ydi. Menimcha shunga deb o'ylayman. Bunga ham bersam ekan, chunki bo'lmasa ham to'g'ri ketmasa ham bo'ldi, chotki. Mana bo'lmasa beraveramiz. Shishta va menimcha bo'ldi. Va bu menimcha menga umuman kerak emas. Va men hozir ko'taradigan bitta o'yinchim bor. Adashmasam kim edi bu? Menda qancha vijdon bor edi. Tak, buni o'ylab turibman, buni kuchaytirsam ekan deb. Yana ozroq yoqsam, o'zi buni kuchaytirsam bo'lar ekan. Chunki Brunoni bu betga olaman va bu ya'ni Kuytni bu yerga qo'ysam, shu bilan darajam oshar edi. Hozirchalik darajam 121 ga o'tgani yo'q. Menimcha hali beri o'tmasa kerak, chunki men bu ikkita striker yo'qotishim kerak va bu yerga buni olib kelishim kerak. Olib kelsammikan, yoki olib kelmasammikan, shuni to'g'risi bilmay turibman. Xo'sh, endigi navbat sizlar bilan ikkinchi hafta, ya'ni bu yerda podarkalarni olib oldim. Chempionlar Ligasini kimdirlar kirib ko'rmagan bo'lishi mumkin. Men sizlarga ko'rsataman hozir.
Xo'sh, Chempionlar Ligasida mana 2-chi bo'lim ochildi. Bu yerdan o'ynab bemalol mana bunaqa jetonlarni ko'paytirib olsanglar Garet Bell. Mhm. Oy. Xo'sh. Va bu yerda o'ynab buniyam bitta draft olsanglar bo'ladi, tushunasizlarmi? Xo'sh, men hozir buni o'zgartirdim va mana bu Kimmich tushdi. Kimmich va Kimmich o'rniga men bu Kurtuani almashtirsam tushsa degan holda turibman. Menga hozir o'ng qanot himoyaga o'yinchi kerak. Va shu bitta imkoniyatim mana shu Kimmich va shu Kimmichni olsam bemalol darajasini ko'tarib, mana bu yerga qo'yib qo'yaman. Buni darajasi, ya'ni Coleman'ni darajasi 114 edi va shu 114 nima darajasini pastligini ko'rib, mana defending yaxshi, agar ko'tarsam 190 gacha chiqib ketadi, lekin buni 114 ligini hisobga olgan holda va keyingi sezon, ya'ni 2 ta yoki 3 ta sezondan keyin 119 kartalar keladi va shu 119 kartalarda bu уже tufta bo'lib qoladi. 113, 115 ham tufta. Mana shu taraflarni sekin bo'shatishim kerak. Mana shu atakani, mana bu himoyadagi kamni Bruno Fernandesni bu Lucio cho'tki bo'lib turibdi. Buni darajasini ko'tarsam, mana zashtani ko'ryapsizlarmi? Darajasini ko'tarsam, может быть 205mi, 206mi bo'ladi. Bu bilan почти teng bo'ladi. O'tgan safar 211 edi. Nega 209 bo'lib qoldi? Ha, tushundim. Okey, Chempionlar Ligasi va oxirgisi kapitan. Endi ko'ramiz endi buni darajasini. 111 mana. Xo'sh, adminga beradigan bitta ikkita o'yinchilarim bor va shularni adminga bersam, menimcha to'xtanglar, 7000 bersam yetarkan o'zi. Mana shuni. Yo'q, bu tursdan keyingi Mascheranoga yig'aman. O'shanda Mascheranoga yig'sam bo'ladimi? 5-6 ta. Va bu yerda Michel Salgado qo'shilibdi, center back. Bu Real Madridda o'ynagan shekil, buni mana ko'rib turibsizlar. Nima deydi? Formasi Realniki tortibdi. Xo'sh, bu Hero, chunki Hero bilan Aykonning farqi, ya'ni kumirni farqiga bormaydiganlar uchun tushuntirib o'tiraman. Men bu Hero, ya'ni Geroy o'sha komandada o'ynagan, faqat hech qanaqa sovrin yoki bir boshqa narsa yutib olmagan. Chempionlar Ligasi va hokazo Oltin to'p, bu Oltin butsi va shunga o'xshash sovrinlar yutib olmasa, hero bo'lib qolib ketadi yoki bitta komandada ko'p o'ynamasa va boshqa bir komandada o'tib ketsa, shunaqa qilib yursa ham, menimcha Geroy bo'lib qo'shiladi bu yerga. Lekin statistika dahshat. Agar imkoniyatim bo'lganda shuni olvorardim. Albatta, bu puli ko'plar uchun albatta, конечно, shunaqa. Xo'sh, endi bilmadim endi nima qilsam ekan. Xo'sh. Yo, marketga nimaga kirdim men? Hozir manimcha magazinga kiraman. Magazindan bitta necha 113 darajali o'yinchini olaman. O, juda qimmat bular. Juda silishga qimmat. Nega bunchalik qimmat bo'lar? Esilida bo'lsa bir zamonlar
Bular dahshat edi. Yashin ham ancha bo'ldi shu oltin to'pdan keyin qo'shilmaganiga. Xo'sh, menimcha almashtiraman shekilli. Eldor Shomurodov. Sistem ham 113 bo'lishiga qaramasdan statistika dahshat. Overda endi sekin pasaytirsam ham bo'ladi. Ну, давай kelinglar 105. 105 ta olaman. Va pastroqga tushsanglar, arzongina narxlarga 115 darajali o'yinchini olsanglar bo'ladi. Да. Ronaldinho, ikkita Braziliyani afsonasi va ikkalasida ham eng qizig'i oltin to'p bor. Oldin mana shunaqa kartalar qo'shilardi, bilasizlarmi? Qanaqadir bir tagini xiralashtirib, nimadir qilib, hozir shuni tagini kesib tashlaydigan bo'libdi. Xo'sh, endi kutaman. Kutgandan keyin buni olib, albatta bu sotiladimi, sotilmaydi. Yoki boshqa narsa qilib yuborishim mumkin. Hali yetmas ekan bu. To'xtanglar. 9000 ga 9000. Xo'sh. 25 va bo'laman. 3000. Hozir 115 ochaman va 115 dan o'ylaymanki bir yaxshiroq bo'lgan o'yinchi tushib beradi. Agar yaxshiroq o'yinchi tushib bermasa, to'g'risi nima deydi, holimga maymunlar yig'laydi deydi-yu. Xo'sh, endi qolgan narsalar umuman qiziq emas. Hozir meni planim mana bu yerdan bitta yaxshiroq igrok o'yinchi olib ketish. Bismillah. Tak. Ajoyib. Prosta gap bo'lishi mumkin emas. Freedan ochib yuboraman bitta. Freedan bir yaxshiroq o'yinchi tushsa, Kovacic va Son Heung-min Tottenhamdagi kartasi. Shuning ham animatsiyasi bor. Xo'sh, endi sizlarga ko'rsatadigan narsam mana bu Son Grand Splash'dagi bo'limni ko'rsataman va o'zim ham bitta hozir ko'rib olaman. Takda. Demak, bu Tailand bilan menimcha kollaboratsiya qilishgan, yana bilmadim. Chunki Tailandni yegi anaqa emotsiya. Menimcha 1-aprelga bo'lsa kerak. Tak. Ne yaxshi. Har doimgi nima deydi? Multipassga qarshi shunaqa pass, RP, Real pass. Nima deyilishini bilmayman. Xo'sh, buni o'ynab bizga tak. Yaxshi. Yaxshi, zo'r, prosta gap yo'q. Va 100 masalan 115 bitta o'yinchi tushirsanglar, darajasini 119 qilib berar ekan. Yaxshi bu. Может быть, kimdir tushib berishi mumkin 115 dan. Anaqa Chiesa tushib berishi mumkin va bu yerda 5 ta draft yig'ib o'ynab borsanglar, masalan bu va keyin men bu elementni nima? Короче, mana 200 ta har kuni menimcha bu
Ha, nifige себе. Va bo'ldi. 560 da bo'ldi va bitta o'yinchini hozir kuchaytiraveraman. Qizil qilib yuboraman. Xo'sh. Buni qizil qilsam ham bo'ladi. Lekin Rafinha to'g'risini aytsam unchalik yoqmayapti. Kuchaytirsam bo'lmikan? Shiklanib turibman hozircha. Kuyutni kuchaytirsam hozir bilasizlar nima bo'ladi? Hozir buni kuchaytirsam bemalol 3 sxemaga o'tib olishi mumkin. To'xtanglar, menda hozir training transfer shunaqa 8000 bor ekan. Tegi 1,5 kerak ekan bunga. Xo'sh, 1,5 kerak bo'lsa, menga kerak emas bu. Va shunaqa gaplar. Hozir men buni bitta kuchaytirib qo'ysam, qizilga bitta to'g'risi manimcha bitta qo'yaman. Buni paka manimcha qo'yib turaman yoki buni mana zaxiraga qo'yib turib, buni 120 qilgandan keyin, 121 qilib bo'lgandan keyin buni 120 qilib, короче, shunaqa qilib yarim himoyamni kuchaytiraveraman. Xo'sh, mana shunaqa video bo'ldi. O'ylaymanki, video yoqdi degan umiddaman. Agar video yoqqan bo'lsa, shu boyagi aytib o'tgan gapim like va obuna. To'xtanglar. Englandni ham bitta ko'rsatib o'tib ketay sizlarga. Angliya. Kane, Rice, Quiltmi, короче, shu Charlton, Bellingham, Ruit. Buni to'g'risi ochib bosibdi. Xo'sh, mana bu yerda Bellingham 116 bo'lib kelibdi. Yaxshi. Zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Dahshat. Nimaga ham qo'ysanglar bo'ladi buni. Charlton yosh paytidagi rasmi hozir qarib chirib ketgan. Dribbling prosa dahshat qilishgan. Gerrard. Rooney. Mana shunaqa qilib o'zingizlar yoqtirgan bir futbolchini olib bemalol o'ynatsanglar bo'ladi. Sizlar bilan hozirchalik Mr. Big X kanali bo'ldi. Keyingi videorolikgacha ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar. Всем пока.